Turmushga chiqish niyati qachon? Niyatim bugun, ertaga, indinga. Xudo qachon peshonamga yozgan bo'lsa, o'sha kunga. Men bitta qo'lidan hech nima kelmaydigan bitta ojiz bandaman-da. Men aytganim bilan agar u yoqdan Xudoni o'zini menga qilgan rejasida bu narsa bo'lmasa, foydasi yo'q. Ba'zilar aytadi-yu, kimgadir kech beradi, kimgadir erta beradi. Bu gap noto'g'ri gap. Bu noto'g'ri gap. Allohning sifatlarining ichida kechikuvchi, kech qoluvchi degan joy yo'q. Alloh hammaga o'zini paytida beradi. Demakki, hozir meni paytim emas ekan. Xudo menga qanaqa chiroylisini yozgan bo'lsa baxtda, o'sha kelgan paytda men turmushga chiqaman.